Assalomu alaykum aziz kanalimiz obunachilari. Limon Plus kanaliga xush kelibsizlar. Kanalimizda yana biz bilan birga ekanligingizdan va videolarimizni qiziqish va ishtiyoq bilan kuzatib borayotganingizdan juda xursandmiz. Agar kanalimizga birinchi bor kirib turgan bo'lsangiz, albatta obuna bo'linglar. Qo'ng'iroqcha va like tugmalarini bosib qo'yish ham esingizdan chiqmasin, sababi yangi video qo'yganimizda sizlarga eslatma boradi va bir-biridan chiroyli, yangi modadagi, yangi fasondagi liboslarni kuzatib borishingiz mumkin bo'ladi. Bugungi videomizda biz sizlarga yangi fasondagi, so'nggi modadagi zamonaviy qilib tikilgan dvoyka va troykalarni taqdim etyapmiz. Ushbu taqdim etilayotgan kiyim-kechaklar sotuvda bor. Bularning narxi va razmerlari bilan tanishish uchun opisaniyada Telegram silkamni qoldirganman. Har bir videoni kommentariyasining boshida ham Telegram silkamni joylab boryapman. Ushbu silka orqali kirib, liboslarni razmeri va narxlari bilan ko'rishingiz va o'zingizga yoqqan, tanlagan libosingizga buyurtma berishingiz mumkin. Yana undan tashqari biz bilan hamkorlik qilishni istagan obunachilarimiz o'z biznesingiz, do'kon yoki magaziningizga reklama qildirish istagida bo'lsangiz, biz bilan bog'lanib murojaat qilishingiz mumkin. Keyingi videolarimizda ham sizlarni intizorlik bilan kutib qolamiz. Chunki keyingi videolarimizda yanada chiroyli liboslar va kiyim-kechaklarni taqdim etib boramiz. Kanalimizdan uzoqlashmang, biz bilan birga qoling. Marhamat, videoni tomosha qilishingiz mumkin. Quvonch, har qadamda nur afshon, har nafasda yangi hayot. Qalbinga aqin sen bilan birga, malinida har kuni yangi qadam. Aytding bu sening vaqting, malini bilan yashna yona. Malini orzu va moda, dar bir qadamda baxt senga. O'zbekiston bo'ylab yo'l oladi, malini sening orzu yo'ling. Malini qalbingdan malaydi. Malini E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' salomat bo'linglar.